Assalomu alaykum azizlar. Salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Facebookda messenjerga shaxsiyda juda ham ko'plab yozuvlar kelgan. Men sizlar aytayotgan muxolifat birlashayotganlar aralashmaganman ham, qatnashishga harakat qilmaganman ham. Shuni to'g'ri tushunishinglar kerak. Men o'sha Asliddin Kamolga bitta orqa oyog'i bu yurgan paytida ham tushuntirishga harakat qilganman, Toshkentda orqamdan mazg'avani ag'darayotgan paytda ham. Va bu narsani yana qaytaribdi. Men tushuntirib o'tishga harakat qilaman, ba'zi tushunmaganligi ham. Yusuf Ro'zimurod degan bir necha yildan beri kuzatib kelaman akani. Juda ham huquq faoli, jurnalistik iste'dodga ega bo'lgan bu insonni haqoratlab chiqqan bu. Jahongir Muhammad bilan birgalikda. Va buni qarangki, bir necha kun o'tdi. Barcha Yusuf Ro'zimurodni va meni o'sha Yusuf Ro'zimurod tarafini olganim uchun va albatta Bomurat aka degan jurnalist aka bor. Uni haqoratlab ketishdi. Dushmanga chiqarishdi, yolg'onchiga chiqarishdi, qanaqadir partiya qo'shilishayotgan ekan, o'shani nima deb yiqitmoqchi, falon qilmoqchi deyishdi. Aralashmaganman ham, yana qaytaraman. Ikkinchidan, o'tgan kunlarda Jahongir Muhammadning o'zi jonli efirda nohaq ekanligini aytib chiqdi. Eshitdinglar o'sha sharmandalar, shaxsiyda faloncha deb yozganlar. Yoki Yusuf Ro'zimurod haqorat qilib o'tirganlar kommentariyada. Jahongir Muhammadning o'zi aytib chiqdi, kechirim so'radi so'kkani uchun. Erkakchilikda bo'lib turadi, gapiraveraman deb chiqdi. Jonli efirda o'zi turibdi. Ikkinchidan, shaxsiyda yozishganimizni chiqarib yuboribdi-da dedi. O'sha qanaqadir guruhlarga qo'shilib terror qilgan, falon qilgan deb Yusuf Ro'zimirodga qilgan tuhmatini ham yolg'onligini tan oldi, kechirim so'rab chiqdi. O'shalarning qatorida onasi ham qolmasdan umuman sha'niga qattiq ta'sir qilib so'kingan o'sha Asliddin. O'zini vallomat deb his qilyaptim, bilmadim. Men bir necha yil haqiqatdan ham keskin siyosiy voqealarga aralashmadim. Aralashtirish xohlamadim ham. Bir necha kun oldin faqat Yusuf Ro'zimirodning tarafini olganim uchun chiroyli video qilib chiqqan ekanlar. O'sha kuni jahlim chiqib bir video qilib chiqargim keldi, borini aytib. Asabim chiqqan edi, o'zim bosishga harakat qildim, akalar o'zingni bos deyishdi, mayli dedim. Lekin bugun mashinada o'tirib, buni hammasini ko'rib chiqdim. Va yolg'onchi o'zini tilidan ilinadi. Itni orqa oyog'i bo'yib yurgan odam doim oldi oyoqqa hasad qiladi shekilli deb o'ylab qoldim-da. Oldi oyoqlari ham atrofida yig'ilib olishibdi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham akalar. Men haqiqatni bilishinglarni xohlayman xolos. Haqiqatdan ham men o'sha yosh turkistonliklar harakatida jimib ketdim. Nimaga? Buni sababini men aytib o'tishim kerak. Ko'plab haqoratlarni ishlatibdi, Asliddin Kamol o'zini sahifasida aytib o'tibdi. Qo'rqoqdan olib qo'rqoqqa chiqaribsiz. Mart yigit, hozir mana o'zini videosini qo'yib beraman. O'sha yerda hammasini o'zingizlar eshitib, xulosa qilinglar. Men ortiqcha gapirmoqchi, o'zimni oqlamoqchi emasman azizlar. Eshitib o'zingizlar